Bu manzil yer yuzidagi eng noodatiy joylardan biri. Bu yoqda na daraxtlar, na shaharlar, na shovqin-suron. Faqat oppoq muzlar, shamolli ovozi va abadiy tinchlik. Bu yoqda ba'zida quyosh oylar davomida umuman chiqmaydi. Keyin esa yana oylar davomida botmaydi. Tunda esa osmonni yashil va binafsha ranglarda yorituvchi shimoliy chiroqlar raqsga tushadi. Faqat oppoq muzlar, shamolli ovozi va abadiy tinchlik. Bu yer dunyodagi eng sovuq joylardan biri. Qishda harorat -40 gradusgacha tushadi. Qiziq tomoni, bu joyda siz qadam bosgan har bir muz bo'lagi harakatda. U sekin, lekin doimiy oqimda bo'ladi. Shu sovuq, lekin sehrli joyda oq ayiqlar, tulkilar va hatto ba'zi qushlar yashaydi. Bu joy Arktika, Yerni eng shimoliy, eng sokin va eng sirli nuqtasi. Arktikada yashaydigan insonlar Inuit xalqlari hisoblanadi. Ular muz ustida baliq ovlab hayot kechirishadi. Bu joyda hamma narsa odatiy hayotdan butunlay farq qiladi. Shu sababli Arktika sayohatchilar uchun eng unutilmas manzillardan biri hisoblanadi.